qarab qo'yasizda. Tevadan ham 3 tadan 2 tasini olib qo'ysangiz, bitta qolardi. Egib qo'ysa, ana tepadagi yonga egaman to'g'riga. Bunaqa. Ha. To'g'riga egaman. Endi mani yon ichi chiqarsam bo'laversa kerak. Tagidan chiqmaganda, men tagidan chiqqanda traktorga xalaqit qiladi. Sal teparoqdan chiqyapti. Ha, endi bir manfaatli video bo'ladi endi. O'rtadan chiqqani bor-ku. Mashinalar qolib ketganda o'tgani mana. Mashina meva qilibdi, tekis so'qmovdi. Shunday chiqib qolgan. Buni qara endi ma'nolarni. Mevaga o'tirib qolibdi hammasi. Mashina mevaga o'tirgan. Bular olinmay qo'yilaverami endi bi? Mana menga nima deysan Surojjon qara. Endi chiqdi. Kulmanglar. Ishga ketgan olib tashlamiz. Buni chilpimay qo'yaraman buni. Mo'lardi-chi? Soq shu bo'ladi. To'g'ri. Yetishsa ma'lum qolaveradi mana. Ma'lum mevaga o'tiradi. Ma'lumni olaman, ma'lumga qo'yadi. Bab zelyoniy bo'ladimi axir yana? Yozda? Endi abresiga qaraysan. Buni agar bu Surojjon aytgandaqa qirqsa zelyoniy bo'lmaydi-da. Hozir zelyoniy bo'lish uchun ma'lumlarni bunday qilib tashlasang, bijirab shox chiqarib yuboradi. Iloji yo'q zelyoniy qilishing kerak bo'ladi. Bu Salohiddinni qirqishidan shuna bo'ladi. Yaxshi, xudo xolasa endi ma'lumlari uchun bu bo'lyapti, egilib qolyapti. Men endi narsalarni stoyga qilishim kerak bo'ladi. Bel baqotroq bo'lib qolgandir, bemalol ushlab tursa kerak. Egilaveradi. Mana bu. Abres yo'li